molchalarimizga mana joy qildi ataylab. Chiroylilab. Kengchilikda yetishadi, yeyishadi, alohida. Bunisi buqamiz mana buqamiz. Mana uni sigirimiz bolasi. Tashqariga chiqdilar bilan. Tashqari deganda sal toza havo yaqinda kun tushadi. Bugün bilmem bir iki günden keyin mudda xos bitta yuyun tursak bularni çok go'zal bo'lishadi. Mana yotgan joyda oldingiz yaxshi emasda o'sha hisobda loy bo'libsiz. Balchiq bo'lib ketdi. Atak yuyuntiramiz bularni chiroylab. Alternativ. Sifat yaxshi o'lsa ham bo'lsa ham. Ko'rib turgan edik. Yani qizilimizni sotdi, bu videosini ko'rdinglar. Çok